Hammaga salom sizlar. Sizlar bilan kelamiz. Kanalimiz sejini boshlovsa. Bugun nima qilsam ekan? Xo'p, algoritmni qilamiki, algoritm o'sibdi. Qishloqimizda koronavirus boshlandi. Yana boshlandi. Bu safar qattiq bo'ladi deb eshitdim. Tezroq ishimni qilib mer chaqirib o'tib, deganlarni ham oldida ko'rib kelaman deslab. Ash qachatga kemashi viruslab. Jitirli ko'p uxlab tashlagan. Nima bilan ikki chiqsam tezroq kegi bo'lib nerni oldida ko'rish kerak. Kelmasa tezroq kegi o'tib meron telefon qildi shekilli telefonimni mayli o'zim telefon qilaman. Betini yopib chiqsam deslab bo'ldi. Endi tezroq chiqib nerda nima deyishini bilamiz. Ayni Ömer hozir o'rtaman telefon qildingizmi? Yo, telefon qilmadim, o'zingiz o'zingizmi? Ha, tezroq sal. O'sha. Ha, tezroq kegi gapim bor. Hop, hozir boraman. Hop. Meram yutildi. Tezroq bilan qo'yishim kerak deslab. Men qo'ysam, ichida kartoshkalar uchta bo'pti. Endi merni oldida borsam, o'tirsam ham deydi nima qilsam? Alani berma. Hammamizni mer chaqiribdi ekan. Sizlar bormaysizlarmi? Seni bir chaqiribdi bor. Mer nima gapingiz berdi? Qoch. Nima gapingiz berdi? Ishlanaqa bo'ldi. Bu qishloqdan ketish kerak. Qattiq koronavirus bo'ldi. Meydan ket, hamma ketadi boshqa. Sen 99-qishloqda ketasan. Hamma har xil qishloqda ketibdi. Ya bu narsalarimchi? Bilmadim. Bor tezroq. Hozir boshlanadi soat 2. Endi 1 bo'libdi. Hop, biz bir soatdagi boshlanaka qattiq koronavirus o'tirsin ham. Hop, bilibdim mana. Hop. Tezroq bo'lib narsalarimni hamma narsamni olma qo'yaraman degan mer telefon qildi. Ha, mer Eshitmadi ovoman. nimaga? Shandim. Hop. Taksi chaqirib qo'yadi. Alo, taksi. Ha, 28-qishloqda kelyapti taksi. hop. Necha mashina kompyuterni ko'rib turaman. 28-qishloqda qattiq koronavirus boshlanadi. Hozir boshlanib qolsa kerak. Ha, bildim. O'zimni yechimni ko'rib o'tiraman. 31 ta bo'lmasa rahmat deslab. O'zimni yechimni ko'rib o'tiraman. Nari qishloqda yechimni yo'qaman. Uxlab turib, mashinam kelibdi. Bo'pti, masala bir yechimni yo'qaman. Bo'ldim. Taksi mashina tashlab ketdi deslab. Mana yaxshiroq shahar. Shahar degani qishloq. Beydinasi ham bor ekan. Beydimiki. Salom, tuzumsa beydiman. Ijarajo'da sen kimsan? Ha, yengam meni 28-qishloqda koronavirus qattiq bo'ldi. O'shani 99-qishloqda keldim. Mashaymiz 99-qishloq adashmadimmi? Yo, adashmadingiz siz mashina. Hop, nasib yerina qaydab. Orqangizda. Bo'lsa orqamdami? Ana. Mashayman? Ha, shay. Bechiroq ko'rinsa. Salom, mer kirsam bo'ladimi? Qayerda taqillatib kir. Hop. Mer kirsam bo'ladimi? Ha, kir. Yangi misan? Ha, yangi keluvdim. Hali 100 minutlar kelmaydimi sizlardan? Yo, sekin keldi.
28 qishloqda qattiq koronavirus bo'ladi. O'shanda mashinaga keldim, soat necha bo'libdi? Soatingizga qarangchi. Ana ikki bo'libdi. Bizda qattiq koronavirus boshlanibdi. Xo'p, mas bitib oy biri kompyuterdan o'yi bo'laverdi temirchini. Bitta temirchini o'yi bor, kompyuter o'shani yashayverasanmi? Ha, yashayveraman. Bor. Bitta xolos. Hadi chiqib qo'yaver. Yozlashaman. Xo'pti, rahmat, mer. Hop. Burib nasib u uyni qidirish kerak. Shu olayotganda deslar qishlog'i. Mana mashinasi kerak. Mana. Yangi film mashina aytadi. Ha, o'yi mashin. Ketamiz o'ldiraman. İştemem yorgan. Öl tezroq. Ana. Öyleyse. Bana kimde o'yi? Kız böyle jitalni qo'shilib bana. Sizlar charchadim, yotolmasam. Soatim 5 bo'lib ketibdi, 5 soat uxlaman. Beri ishtimi yo'q. Qochib qo'ydim. Nima bo'ldi? Dur. Aytadi, bor tezroq berdi oldida, bor. Kesdiman. Tezroq shoshilmasam nima bo'ldi, mer? Qishloq bizdan nima keldi? Tezroq bor. Adminchada krati beradi, iltimos qurib beramizda. Hop. Adminga telefon qilib bering, aytaman. Bo'ldi, telefon qilib ayt. Admin endi narsani berib tur. Hop. Bo'ldi, tezroq bo'lib. Hop dedimi, ey? Mer. Ha, hop dedi. Rahmat. Tezroq chiqib. Do'stlar, ichlari g'alati ketdi, nimadir bo'laman shekilli. Voy, beshim. Kreativ bo'ldimmi? Bo'ldi, endi tezroq mashina qurmasam. 2 soatdan keyin boshlamayman, kamer. 2 soatdan keyin. 2 soat. Ulguraman ekanman. Bo'ldi, mashina qursam. Benzin sovuq qilishim kerak, tashqari issiq bo'lib ketsa. Xo'p, kattaroq bo'lib videoni yo'qaman, shundan shoshilibman hozir tezlab. O'ylaydi, yasa bo'ldim, shitadlar. Mer, o'g'lingizni ham olib kirib oldingizmi? Ha, nima edi? Ha, hop, endi chichadagi bola biladimi? Bizlarni sira bo'ldi, maza qilib cho'milsammi? Ha, bo'ldi, cho'milmadim. Hop, cho'milman. Ama joyimiz so'qib ketdi, mana hozir lava bosib cho'milayman. Maza. Hop, televizor ko'rib cho'milaman. Chichadagi ko'raman uni tashqaridan, televizor ko'ryapman. Yotmay ko'rib turaman sizlar. Televizor ko'rayapman, zerikib ketdim. Jitali soat necha bo'libdi? 5 bo'ldi. Aldisizlar ya. Ana uni televizorda qarab. Do'stlar, soat 5 bo'lganida degani bu degani narsa boshlanib jo'ksam pakana. Yo'q. Sabe o'g'limda pakana deydimi? Uzrman. Bu tashqaridan ko'rach pultda boshqarib tashqi kamerani ko'raman desam, pult qani, divanni tagida bekitib qo'ymaydilarmi? Pult tutib keyin videoni yo'qaman. Yo'q desam, beda ham yo'q. Top keyin sakrama uziladi. Sakrama, berdi. O'g'lima. Tashqarini ko'ramiz desam, pult topdim, o'zi tashqarida tuzatosam, ko'rsataman. Ko'rdinglarmi deslar, mashinchalik bo'lib ketibdi. Endi bizning bu qishloqda ketib ag'lada bormabdi. Chiqib ko'rmasam bo'lmadi, kamerada ko'rdinglarmi qanaqa bo'lib ketganini.
Oy bu lava hamma joyda silab. Tepede kana çıkama. Hoppa. Şöyle düzüp çıkmasam nasıl? Kızım bilekte oğurttu bizlerimde. Ay kulağım. Ay kulağım düzdüm. Mahallede silah taşkar hele ağırda da vurmaptı. Yok beni eski bu oyunda nima buldu? Yönüp gitipti. Sandıktaki boş kıyımlık olmasam. Baş ısırıka kızıp gitipti. Yaman terle okup gitipti. Ama çok ısırıkamda silah şunu. Şu bitti basırını taşıp çıkmasam. Kaydı hele ki oyumuz indi. Hani indi de silah. Yok. Bu silah. Ay.